bizni uyda qara, qo'shnini fasatini qara. Bu Iplos qo'shnini nimadir qilyapti? Bizga o'xshab turib, qumsuv aqiganga o'xshatib, loyda yaxshilab surkab qo'ygan. Surkab chiqsin buni. Yo, qo'shni nima qilyapsiz? Qo'shni hech nima qilganim yo'q. Men fasatingizga bola loy surkab ketgan ekan. Shunga vahima qilasin. Qo'shni hech nima emas. Bitta suvda olasiz, loy surkagan bo'lsa, yaxshilab bitta sachib olsangiz ketadi. Bu nima desiz, qo'shni 15 yilga garantiya beriladigan super moshi travertin bo'ladi. Eng qizig'i, mana shu uyimiz 500 kvadrat metr bo'ladi. 20 kunda akalarimiz chiroyli qilib berishyapti ekan. 1 kvadrat metr atiga qo'shni 100 ming so'm ekan. Bu narxlarda ishda 2 kilo travertin, 2 kilo layk, 1 kilo polirovka qilib zo'r qilib berishibdi ekan. Tegalargacha qilib berishibdi ekan. Agar tegasini o'zini olib bersangiz, bir bagona metrini 30 ming so'mdan qilib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu 100 ming so'mning ichida O'zbekiston bo'lib, dastavka, ustanovka, o'lchash, lesa, pesa hamma yo'g'ini o'z ichiga olar ekan. Qo'shni tezroq shoshiling, palon pulga tashqi fasadga yangilik qilyapsiz. Kimgadir shunaqa tashqi fasadga travertin xizmat kerak bo'lsa, pastakalarimiz nomerlarni qoldirdik.